Assalomu alaykum aziz aka-ukalar. Zafar TV'ning ashaddiy muxlislari. Mana bugun sizlarga bitta hatchbackni video olyapmiz. Hatchbackning 4 ta baloni pachka ekan. Dokumentlari ham yangi deydi, utilizatsiya hamma narsasi bor. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 38 ming somon, yana muomalasi bor deydi. Telefon nomerlari shu opsiyada qoldiramiz. Mana ichkari salonlari, mashin elektropaket, tashqari salonlari. Ama şimdi gördüğünüz motorlarni emas ochib ko'rsatamiz. Motori 1.6. Motorlari ham toza, chashkalari joyida, har 4 chashkasi zavodskiy. Mashinning narxi 38 ming somon. Ana ko'rdingizmi, balonlari ham yangi qo'yilgan. Biz kimdir olmoqchi bo'lsa telefon qilasizlar. Nomerlari ekranda opsiyada bo'ladi.